Assalomu alaykum YouTube va Instagram obunachilari. Mana bizda navbatdagi yashiklarimiz bitgan holda turibdi. Bu yashiklarimiz hamma joyi uchlik taxtadan bo'lgan. Qolishi 207, 208. Bu yashiklarimizga 10 tadan 20 ta romka tushadi. Bu tarafdagi yashiklarimizga 24 romkalik yashiklar. Hozir ko'rinishdan bilinmayapti. Bular kattaroq 24 romka. Bular 20 romkali yashiklar. Chiroyli qilib, sifatli qilib bitkizib qo'yilgan. Qopqoqlari 8,5 sm dimohoti bor. Hamma yashikda cho'ntagi ochilib ketilgan. Yashiklarimizni ko'rishlar mumkin. Qopqoqlari ikkilik, tepasi 1.6-1.7 lik taxta qoqilgan, tepasiga bemalol odam ko'taradi. Hamma yashikka cho'ntagi ochib ketilgan 3 romkaga. Romka tushadigan joyi 3,5 sm, qopqoqqacha 11-12 sm bor. Bemalol ko'rpacha karmoshka degandek. Bu tarafdagi yashiklarimiz mana litok qismi chiroyli qilib suv oqib ketadigan daraja qo'yilgan. Chiroyli, sifatli qilib bitkazilgan. Bir ko'rib baho berishlar mumkin. Bu yoqda 24 romkali yashigimiz. Bunga ham 3 romkaga cho'ntak ochib ketilgan. Romka tushadigan joyi 5,5-6 sm. Zakaz asosida qilib berilamiz. Xuddi shu ko'rinishda bular ham. Surxondaryoga chiqib ketyapti yashiklarimiz. Chiroyli, sifatli qilib bitkazib qo'yilgan. Kraskalariga, hamma joyiga e'tibor berasizlar. Yashiklarimiz mana.